yillar davomida orttirilgan bilim va tajriba, ilg'or tibbiy texnologiyalar hamda yuqori malakali mutaxassislardan iborat fidokorona jamoani birlashtirgan holda biz zamonaviy ambulator tibbiy markaz Akfa Medline Social konsepsiyasini ishlab chiqdik. Markazda 36 dan ortiq ambulator yo'nalish bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar faoliyat olib boradi. Har bir shifokor kamida 10 yillik amaliy tajribaga ega bo'ladi. Jumladan tor soha ekspertlari faoliyat olib boradi. Akfa Medline Social diagnostika bo'limi quyidagi zamonaviy uskunalar bilan jihozlanadi. 10 ta MSKT, 10 ta MRT, 30 ta UZI, 5 tadan endoskopiya, EEG va EMMG, 10 ta funksional diagnostika apparati, rentgen, mammografiya, densitometriya, avtomatlashtirilgan qon topshirish stansiyalari, xalqaro standartlarga va sifat nazoratiga asoslangan zamonaviy laboratoriya. Markazda 200 dan ortiq shifokor, 200 dan ortiq hamshira va assistentlar faoliyat yuritadi. Eng muhim jihati, barcha xizmatlar mutlaqo bepul. Bu loyiha mintaqada sog'liqni saqlash sohasining yangi davrini boshlab beradi. Tasavvur qiling, yiliga 500 ming nafargacha inson zamonaviy va ishonchli tibbiy ko'rikdan o'tadi va buning barchasi bepul Akfa Medline Social ambulator tibbiy markazida bo'ladi.